Shunaqa qo'zilari bor akalar, ona bola qo'y qo'zilarimiz xudo xolasa juda bir arzon narxda akalar sotuvga qo'yildi. Buvoz qo'ydi akalar puliga ona bola xullas akalar. Bo'l qo'y yuboring. Akalar xudo xolasa 11-mart sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani akalar xudo xolasa akalarim Quduq qishlog'iga kelganmiz akalar. Akalar egalarida mana shunaqa ona bola qo'y qo'zilari sotilyapti. Bu nechi bosh ekan akajon? 33 bosh aka. 33 bosh akalar, 33 ta qo'y, 33 ta qo'zi. Qo'zisi bilan turibdi akalar endi. Mana qo'chqor urg'och aralash akalar, qo'ychalar bemalol ko'rib bahosini berib qo'yurasizlar. Akajon bu qo'ylarning tishi qanaqa? 4 tish, 6 tish aka, 8 tishi ham bor. 4, 6, 8 tishli akalar qo'ylar xudo xolasa. Kelib ustida tishlarni ko'rib akalar bemalol xudo xolasa qo'rqadigan joy yo'q deyishyapti. Bemalol kelib tekshirib olaverasizlar akalar nasib bo'lsa. Mana bemalol bo'ybaslari 80 akalar pilis hisoblab olaverasizlar, hisoblab akalar mana bo'ybaslari 80 pilis hisoblab olaverasizlar. Narx-navosini necha pul qilib beramiz aka? Aka bugun narx-navosim borki, Bug'oz qo'ydi narxiga qo'yamiz, gap. Bug'oz qo'ydi puliga bo'ladi. Shunday. Gap yo'q. Nech pul? 6 milliondan o'zlari olib ketaversin. Aha. 6 million 200 dan dastavka. 6 million so'mdan akalar olib ketaverasizlar. Dastavkasini alohida kelishaveramiz akalar. 5 ta 10 ta tayoqdalarga ham shu narxda olsinmi? Shunday aka. Akalar ulgurib qolinglar. Bug'oz qo'ydi puliga akalar ona bola sotilyapti akalar. Shoshilib qolinglar do'stlar. Soni cheklangan.